Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana baholasi katta yo'limizni, aqlli katta yo'limizni ustanovka qilish jarayonidamiz. Baholasi bitib qoldi. %50 kvadratli katta yo'limiz bu. 15 kvadrat ataladi o'zi. Baholasi endi bugun bitirib olishga harakat qilib suvlarini berib ichiga baholasi ishlatamiz bugun. Yonayotgan joyini ham ko'rsatamiz. 4 uyimizga radiator o'rnatdik. Jami 100 kvadratga yaqin.